alaykum va rahmatulloh. Muhtaram azizlar, kirib kelayotgan hayit hammamizga muborak bo'lsin. Hozir kommentariyada bitta savol juda ham ko'p takrorlanibdi, shunga javob berib qo'ymoqchi edik. Ya'ni savol berilyaptiki, mana ertaga hayit namoziga chiqayotib ro'za tutib chiqiladimi? Ro'za tutib chiqqandan keyin og'izda hayit namozidan keyin ochish kerakmi degan savollar juda ham ko'p takrorlanibdi. Yo'q, hayit namozida, hayit kunida bunaqangi ish qilinmaydi shariatimiz bo'yicha. Qaytanga mana ertangi Ramazon hayitida uydan chiqayotib qanaqangi nimadir bir shirinlikmi, nimadir yeb chiqishdek mustahab amal hisoblanadi. Shuning uchun hayit kuni ikki hayit ham Ramazon hayitida ham Qurbon hayitida ham umuman ro'za tutilmaydi. Unaqa tushuncha yo'q, ya'ni uyda ro'za tutib chiqish kerak. Keyin hayit namozini o'qigandan keyin ro'za ochiladi degan tushuncha yo'q. Bunaqangi rivoyatlar, bunaqangi bu asossiz gap hisoblanadi. Undan tashqari mana bugun ko'pchilik Arafa deb Arafangiz muborak bo'lsin, Arafalar bilan degan mana SMSlar jo'natishyapti, bir-birlariga tabriklashyapti. Bugun o'zi asli Arafa kuni emas. Arafa kuni bu Zulhijja oyini 9-sanasida bo'ladi, ya'ni Qurbon hayitidan bir kun oldingi vaqt hisoblanadi. Shuning uchun mana shu narsaga ham bir e'tibor berib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Bugun qanaqa kun desa, bugun Ramazonni, demak o'sha oxirgi kuni, Xudo xolasa shom vaqtidan keyin, asr namozidan keyin, shom vaqtidan keyin Ramazon oyi tugaydi. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Hayitlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Alloh taolo xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, barakot ato etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.